Assalomu alaykum. Hammaga xayrli bo'lsin kunlarimiz. Yaxshimisizlar, qadrdonlarim, g'oyibona do'stlarim, o'rtoqlarim, tengdoshlarim, opa-singillarim? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xonadonlar tinchmi? Bog'laring chamanday ochilishga tayyorgarlik ko'ryaptimi desam, xullas. Men bugun Toshkent shahridagi Chorsu gul bozoriga kelgan edim. Meni kuzatuvchilarim biladi. Yunusobod tumanidagi Universal bozoriga mo'jiza izlab chiqqan edim. Mana shu atirguldan ko'rib qolgan edim. Eslaringda bo'lsa, bu yoqda rosa atirgullar ko'p ekan. Bu men hozir Chorsu gul bozorini ko'chat tarafida turibman. Ko'chat sotadi. Tarafida bir vodiydami bilmadim, bu kishi bilan birinchi ko'rishishim. Nimaga kelganimni hozir aytib beraman sizlarga. Bu kishilarni o'zlari yetishtiradi deb o'zimcha o'yladim-da. Shu kishini o'zidan maslahat so'rab, shu kishini o'zidan atirgul olmoqchi edim. Narxlari bilan hozir iltimos qilaman, narxlarini aytib chiqadilar. Menimcha kelishtirib chiroyli qilib beradi. Keyin shiraga qarshi so'ramoqchiman. Shiraga ham bular malakasi bo'ladi, har doim shular bilan shunaqa narsa bilan ishlaydi. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qarang, menga mana bu atirgul bor-ku. Mana shu atirgulni men Yunusobod bozorida ko'rdim-da. O'shanga rosa hidi yaxshi bo'lar ekan. Hidi bo'ladi. 5-6 oy ochilib turadi. Atirgullaringiz haqida bir ma'lumot berib boring. Bu atirgullar angliskiy, gollandskiy atirgullarimiz vodiyda yetishtirilgan, Farg'ona viloyati Quva tumanida. O'zimiz dehqonchilik, o'zimiz yetishtiramiz. 2 yillik payvand bo'lgan ko'chatlar bular hammasi. Namateka payvand bo'lgan. Hammasi ishonchli, hammasi sortiga chiqadi. O'sha rasmlaydigan hamma sortlardan bor, boshqa rasmlaydigan chiqib qolmaydi. Yushi ham bor ekan. Yushi rozalarimiz ham bor. Chirmash bo'lsa, 5 oy 6 oy ochilib turadi. Hali 1 oy 40 oyni basda bular. 1 oy ochilmaydi, 5 oy 6 oy noyabr oyigacha ochilib turaveradi. Mana bu kishidan men maslahat so'ragani chiqdim-da, to'g'rirog'i. Chunki dehqonlar baribir dehqonda, ular aldamaydi deb o'ylayman. Mana shu atirgulni hozir olmoqchiman. Endi hammasi ham chiroyli. Bor menda bir ikkita atirgullarim. Qaranglar, qanday chiroyli. Telefon raqamingizni aytib yuboring. 91lik 111 0426. Kimga murojaat qilsalar? Tohirbek deb agar murojaat qilsalaring bo'ladi. Obunachilaringizga arzon qilib beraveramiz. Kesalaring bemalol chiroyli qilib maslahat berib, qana ekishlarini, qarang, keyin shiraga qarshi qanaqa dori ishlasak bo'ladi. Shiraga qarshi o'zini dorilari bor. Nurel degan tapasi degan dorilar bor. 5 grammini 5 litr suvga qilib, ustiga sachiladi, shira bosgan joyiga sachiladi, dozasi bor o'zi. Yozib qo'yilgan bo'ladi. Nurel dorisi ekan. Ichidagi effekti yaxshi. Bir martada yo'q qoladi. Sizlar shunaqa ishlatasizlar? Shunaqa ishlatamiz o'zimiz. Mana kelaverasizlar. Mana bu yigit. Mana bu u taraf birinchi qatordan ikkinchi qatorda, to'g'rirog'i ko'chat bozorining ichida, bu yoqda Qandolat magazinida oldidagi yigit. Muomalalari yaxshi ekan. O'shaning uchun shu kishidan maslahat so'rayman deb keldim. O'zi bozordagilar hammasi muomalasi yaxshi. Endi hamma o'ziga tortganini nima qiladi-yu, o'shanday. O'zlaring tushunib oldilar. Kelaverasizlar, men hozir mana shu atirguldan olmoqchiman. Hozir ekishlarini tushuntirib yuborsa, men hovliga borib ekayotganda, ekish jarayonida sizlarga tushuntirib yuboraman yana bir bora. Kelaverasizlar, bu kishida ko'chatlari ham bor ekan. Mana bunaqa hozir narxini so'rayman. Shtampoviy atirgullari ham bor ekan. Dehqon bu kishi yigit. Malina, smorodinalari bor ekan. Hozir orqadan olib beraman dedilar. Mana shundan olmoqchiman qizlar. Bu rosa yaxshi turadi guli, ancha paytgacha turadi deb aytdilar. Endi birga ekamiz, birga kuzatamiz.
keyin nasib bo'lsa yuzimizni yoriq qiladi degan umiddaman. Mana kuzatuvchilarim ikkita oldim. Olib borib ekaman. Buni qanaqa to'proq ekaman? Shuni oddiygami? Oddiy tuproq ekasiz, suvini quyib ekib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, bo'ldi. Keyin mana bu shtampovoy atirgullarning narxi qanaqa? Shtampovilar ular 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Qarang. Har xil rangdorchilar. Bu nima kompozitsiya qilinganmi yo bitta Bitta tutda ikki xil ochiladigan ham bor, uch xil ochiladigan ham bor. 100 ming ekan qizlar, arzon ekan. Mana kelavringlar, qaranglar. Shtampovoy dehqon ekan bu kishi. Mana bu atirgulni qaranglar, qanaqa chiroyli. Shtampovoy men so'ragan joylarda sal qimmatroq edi, yana bilmadim. Bu kishida arzon ekan. Ha, dehqonchilik. Buldanish so'ragan edi bir ikkita kuzatuvchilarim. Buldanishingiz qancha? Buldanishlar ham 100 ming so'mdan qilib beramiz. A bu katta-ku nimasi? Kattalarini. Ha, kattalar. Kattalarini. Bo'ldi, rahmat sizga. Olib borib ekamiz. Kuzatishda davom etinglar. Mana tez kunda chiroyidan, iforidan bahramand bo'lamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa. Hammaga xayrli kech tilayman. Sog' omon bo'linglar. Like tugmalarini bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.